Do'stlar, bugun men aytadigan ma'lumot juda muhim. Chunki bu masala faqat harbiylar yoki huquqshunoslarga emas, har bir oilaga, har bir erkakka, har bir ota-onaga, har bir ish beruvchiga tegishli. Gap 2222 qonun loyihasi. Safarbarlik yoshi 55 yoshgacha bo'lgan fuqarolar va bu masalaga qarshi bildirilayotgan petitsiya haqida ketmoqda. Agar siz menga aloqasi yo'q deb o'ylayotgan bo'lsangiz, aynan shuning uchun oxirigacha tinglang. Chunki qonun qabul qilinsa yoki unga o'zgartirish kiritilsa, bu ertaga sizning ukangizga, turmush o'rtog'ingizga, otangizga, ishxonangizdagi xodimga yoki o'zingizga ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, vaziyatni tushunarli qilib ochib berish uchun gapiryapman. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda odamlar vaqtida xabardor bo'lishi kerak. Endi masalaning o'ziga o'tamiz. Avval qanday edi va hozir nima o'zgaryapti? Asosiy savol shu. Ko'pchilik qonun loyihalari, raqamlar, bandlar va rasmiy matnlar ichida adashib qoladi. Oddiy odam uchun esa eng muhim narsa bitta: men chaqirilamanmi yoki yo'qmi? Yoshim ta'sir qiladimi? Sog'lig'im, oilaviy holatim, ishim, farzandlarim hisobga olinadimi? 2222 qonun loyihasi atrofidagi bahslarning markazida safarbarlik tizimi, harbiy hisob, chaqiruv tartibi va ayrim yosh toifalarga nisbatan qo'llanadigan qoidalar turibdi. Ayniqsa 55 yoshgacha bo'lgan fuqarolar masalasi odamlarni juda xavotirga solyapti. Chunki 55 yosh bu oddiy raqam emas. Bu yoshdagi odamlarning ko'pchiligi oilaning asosiy tayanchi bo'ladi. Kimdir kredit to'laydi, kimdir ota-onasini boqadi, kimdir farzandlarini o'qityapti, kimdir kichik biznes yurityapti. Kimdir sog'lig'i bo'yicha allaqachon muammolarga ega. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Har qanday safarbarlik qonuni oddiy qog'oz emas. U odamlarning real hayotiga kirib boradi. Agar tartib aniq bo'lmasa, tushuntirish yetarli bo'lmasa, hujjatlar noto'g'ri yuritilsa, minglab odamlar o'z huquqlarini bilmay qiynalishi mumkin. Shuning uchun petitsiya masalasi ham shunchaki internetdagi imzo yig'ish emas. Bu fuqarolarning o'z fikrini bildirishi, qonunchilardan tushuntirish va adolatli yondashuv talab qilishi uchun qonuniy vosita. Oldin ko'pchilik shunday deb o'ylardi. Agar yoshim katta bo'lsa, agar oilam bo'lsa, agar sog'lig'im avvalgidek bo'lmasa, menga tegishmaydi. Lekin yangi muhokamalar va qonun loyihalari shuni ko'rsatyaptiki, endi faqat men o'zimcha o'ylayman degan qarash yetarli emas. Har bir kishi o'z maqomini hujjat bilan tasdiqlashi kerak. Harbiy hisobda turish, tibbiy ko'rik natijalari, oilaviy sharoit, vasiylik, nogironlik, ish joyidagi bron, ta'lim yoki boshqa asoslar aniq rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Birinchi navbatda men sizga tushuntirib beraman. 55 yoshgacha safarbarlik deganda hamma odam avtomatik ravishda ertaga o'lib ketiladi degani emas. Lekin bu yosh chegarasi ichida bo'lgan fuqarolar alohida e'tiborda bo'lishi mumkin degani. Ya'ni siz 25 yoshdamisiz, 38 yoshdamisiz, 49 yoshdamisiz yoki 54 yoshdamisiz? Agar qonun va tegishli tartib sizni harbiy majburiyatli shaxslar qatoriga kiritsa, sizdan ma'lumot yangilash, tibbiy ko'rikdan o'tish, harbiy hisobni aniqlashtirish yoki chaqiruvga kelish talab qilinishi mumkin. Bu yerda eng katta muammo odamlarning hujjatlari tartibsizligida. Masalan, bir odam yaqin yoshda. U 15 yildan beri bel og'rig'i bilan yuradi. Bosimi yuqori, yuragi bo'yicha dorilar ichadi. Lekin qo'lida rasmiy tibbiy xulosa yo'q. Klinikaga faqat og'riganda boradi, retsept oladi. Lekin kasallik tarixi to'liq yig'ilmagan. Tizim uni sog'lom deb ko'rishi mumkin. Chunki rasmiy hujjatda muammo ko'rinmaydi. Shuning uchun men har doim aytaman. Og'zaki gap huquqiy himoya emas, hujjat huquqiy himoya. Yana bir misol. 3 yoshli erkak 3 farzandning otasi. U o'ylaydi: mening 3 ta bolam bor, demak menga tegishmaydi. Lekin farzandlar haqidagi guvohnomalar, oilaviy holat, yashash manzili, aliment yoki vasiylik masalalari rasmiy tizimda to'g'ri aks etmagan bo'lsa, u muammoga duch kelishi mumkin. Ba'zan odam bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Xotin va bolalar boshqa shaharda, o'zi boshqa joyda ishlaydi. Shunday vaziyatda chaqiruv qog'ozi qayerga keladi? Kim oladi? Muddat qachon boshlanadi? Odam vaqtida xabar topadimi? Bularning barchasi amaliy muammoga aylanadi. 3-chi misol. Egin 2 yoshli kichik biznes egasi bor. Uning ustaxonasida kez kishi ishlaydi. U ketadigan bo'lsa, biznes to'xtaydi, xodimlar ish haqsiz qoladi, soliq to'lovlari kechikadi, oilalar zarar ko'radi. Lekin davlat nuqtai nazaridan bu odam shunchaki harbiy majburiyatli fuqaro bo'lib ko'rinishi mumkin. Agar uning korxonasi muhim faoliyat bilan shug'ullansa, bron qilish imkoniyati bo'lishi mumkin.
lekin bron avtomatik berilmaydi. Buning uchun ish beruvchi hujjat topshirishi asos ko'rsatishi, ro'yxatlarni to'g'ri yuritish kerak. Ko'pchilik aynan shu joyda kech qoladi. Menimcha, birinchi navbatda Erinbek yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan. Harbiy hisobda turishi kerak bo'lgan erkaklar vaziyatni jiddiy qabul qilishi kerak. Ayniqsa ilgari harbiy xizmat qilganlar, harbiy mutaxassisligi borlar, zaxirada turganlar, sog'lig'i bo'yicha aniq hujjati bo'lmaganlar. Yashash joyi va ro'yxat manzili bir-biridan farq qiladiganlar, chet elga chiqish yoki ish joyini almashtirish niyatida bo'lganlar o'z holatini tekshirish kerak. Ammo xavotir olish degan vahimaga tush degan emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Vahima odamni noto'g'ri qaror qabul qilishga majbur qiladi. Kimdir chaqiruv qog'ozini yashiradi, kimdir manzilni o'zgartirmaydi, kimdir tibbiy hujjatlarni soxtalashtirishga urinadi, kimdir noma'lum Telegram kanallardan maslahatchi topadi. Bularning hammasi keyinchalik yanada katta muammo tug'diradi. To'g'ri yo'l bitta, rasmiy ma'lumotni tekshirish, o'z hujjatlaringizni tartibga keltirish. Qonuniy asoslaringiz bo'lsa, ularni oldindan tayyorlash. 55 yoshga yaqin odamlar alohida toifa. Chunki ular ko'pincha mening yoshim o'tib qoldi deb o'ylaydi. Lekin agar norma 55 yoshgacha bo'lganlarni qamrab olsa, 54 yosh imboylik odam ham ushbu doirada bo'lishi mumkin. Bu juda muhim. Qonunda yosh chegarasi odatda aniq hisoblanadi. Yaqinda 75 ga kiraman degan gap hujjatda avtomatik imtiyoz bermaydi. Shuning uchun tug'ilgan sana hisobdagi maqom va chaqiruv sanasi birgalikda ahamiyatga ega. Kimlar nisbatan xotirjamroq bo'lishi mumkin? Agar odamda qonunda ko'rsatilgan aniq kechiktirish yoki ozod etish asoslari bo'lsa va bu asoslar hujjat bilan tasdiqlangan bo'lsa, u vaziyatga boshqacha qarashi mumkin. Masalan, og'ir kasallik bo'yicha tibbiy komissiya xulosasi bor bo'lsa, nogironligi bor oila a'zosiga doimiy qarovchi sifatida rasmiy hujjatlar mavjud bo'lsa, ko'p farzandlilik holati to'liq tasdiqlangan bo'lsa yoki ish joyi orqali qonuniy bron rasmiylashtirilgan bo'lsa, bunday odamda himoya asoslari kuchliroq bo'ladi. Lekin men yana bir bor aytaman, menda asos bor degan fikr yetarli emas. Asosni davlat organi ko'rishi, qabul qilishi va hujjatga kiritishi kerak. Masalan, siz onangizga qaraysiz. Onangiz kasal. Siz haqiqatdan ham unga qarovchisiz. Ammo onangizning nogironligi rasmiylashtirilmagan, qarovchi sifatida sizning maqomingiz qayd etilmagan, shifokor xulosalari tarqoq holda turibdi. Bunday vaziyatda sizning real hayotingiz bilan tizimdagi ma'lumot bir-biriga mos kelmaydi. Muammo ham shundan boshlanadi. Yana bir misol. Odamning 3 farzandi bor, lekin ulardan biri boshqa nikohdan, biri boshqa manzilda ro'yxatda. Biri bo'yicha aliment qarori bor. Bunday holatda hujjatlar juda sinchiklab tekshiriladi. Siz haq ekanligingizni isbotlash uchun tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, aliment qarorlari, yashash joyi ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Oldindan tayyorlangan odam bilan oxirgi kuni yugurgan odamning farqi juda katta. Endi petitsiya haqida gaplashamiz. Petitsiya nima kerak? Petitsiya odamlarni qonuniy tarzda birlashtiradi. Bu men rozi emasman degan fikrni shunchaki oshxonada yoki izohlarda aytish emas, balki rasmiy mexanizm orqali bildirishdir. Agar yetarli odam imzo qo'ysa, masala e'tibordan chetda qolmasligi, izoh berilishi, qayta ko'rib chiqilishi yoki muhokama qilinishi mumkin. Men ekspert sifatida shuni ko'ramanki, safarbarlikka oid qonunlarda eng katta xavf noaniqlikdir. Agar qoida aniq bo'lmasa, pastdagi ijrochilar har xil talqin qilishi mumkin. Bir hududda bir xil, boshqa hududda boshqa xil yondashuv bo'ladi. Natijada odamlar o'z huquqini himoya qilish uchun ortiqcha vaqt, pul va asab sarflaydi. Petitsiyani shu noaniqliklarni ko'rsatish, yosh chegarasi va chaqiruv mezonlarini aniqroq belgilash, tibbiy va oilaviy asoslarni hisobga olishni talab qilish uchun muhim bo'lishi mumkin. Petitsiyani imzolashdan oldin ham ehtiyot bo'lish kerak. Faqat rasmiy platformalardagi ishonchli manbalarda berilgan havolalar orqali kirish kerak. Pasport ma'lumotlari, bank karta raqamlari, SMS kodlar yoki shaxsiy kabinet parollarini noma'lum saytlarga kiritmang. Chunki bunday dolzarb mavzularda firibgarlar ham ko'payadi. Ular petitsiya imzolang deb soxta sayt ochishi, odamlarning shaxsiy ma'lumotlarini yig'ishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, imzo qo'yishdan oldin havolani tekshiring, domenni tekshiring, rasmiy manba ekaniga ishonch hosil qiling. Har bir safarbarlik tizimida istisnolar bo'ladi, lekin istisnolar avtomatik ishlamaydi. Ularni bilish, isbotlash va to'g'ri rasmiylashtirish kerak. Eng ko'p uchraydigan istisnolar sog'liq holati,
oilaviy majburiyatlar, nogiron shaxsga qarov, ko'p farzandlilik, ta'lim muhim sohada ishlash, davlat uchun zarur kasb yoki korxona orqali bron bilan bog'liq bo'ladi. Sog'liq bo'yicha eng nozik masala shuki, odam o'zini kasal deb his qilishi mumkin, lekin tibbiy komissiya boshqacha xulosa berishi mumkin. Masalan, bel og'rig'i, umurtqa churrasi, yurak ritmi buzilishi, yuqori qon bosimi, diabet, ko'rish qobiliyatining pasayishi, eshitish muammosi kabi holatlar har doim ham bir xil baholanmaydi. Kasallikning darajasi, tahlillar, MRT yoki rentgen natijalari, shifokor kuzatuvi, davolanish tarixi, kasalxonada yotgan yotmaganligi muhim. Bir marta shifokorga borib, belim og'riyapti degan yozuv bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Tizimli hujjat kerak. Oilaviy istisnolardan xuddi shunday. Men oilada yagona boquvchiman degan gap ko'pincha odamlar orasida kuchli asosdek ko'rinadi. Lekin qonun nuqtai nazaridan yagona boquvchilik har doim ham avtomatik ozod qilishga olib kelmaydi. Qaysi oila a'zosini boqayotganingiz, ularning mehnatga layoqati, nogironligi, daromadi, sizning rasmiy qarovchi maqomingiz bor yo'qligi ko'rib chiqiladi. Agar siz ota-onangizga yordam berayotgan bo'lsangiz, lekin ular rasmiy jihatdan mehnatga layoqatli deb ko'rsatilgan bo'lsa, sizning vaziyatingiz boshqa baholanadi. Agar ular nogironligi bor va doimiy parvarishga muhtoj deb tan olingan bo'lsa, bu boshqa masala. Ish joyi orqali bron ham ko'pchilik o'ylagandan murakkabroq. Hamma ish beruvchi xodimini bron qila olmaydi. Korxonaning faoliyati, davlat uchun ahamiyati, rasmiy ro'yxatlarga kirishi, xodimning lavozimi, mutaxassisligi, ish beruvchining o'z vaqtida hujjat topshirishi ahamiyatga ega. Agar siz men zavodda ishlayman, demak bronim bor deb yurib, lekin kadrlar bo'limidan biror tasdiq olmagan bo'lsangiz, bu xavfli. Bron bor yo'qligini taxmin bilan emas, hujjat bilan tekshiring. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarga to'xtalaman. Birinchi tuzoq, manzil masalasi. Siz bir joyda ro'yxatda turasiz, boshqa joyda yashaysiz. Chaqiruv, bildirishnoma yoki rasmiy xabar ro'yxatdagi manzilga borishi mumkin. Siz esa tizimda xabar yuborilgan bo'lsa, keyinchalik bu sizga qarshi ishlashi mumkin. Shuning uchun yashash joyingiz, ro'yxat manzilingiz va aloqa ma'lumotlaringizni tartibga keltiring. Ikkinchi tuzoq, telefon va elektron kabinetlar. Ko'p davlat xizmatlari raqamli shaklga o'tyapti. Agar siz eski telefon raqamini ishlatmasangiz, elektron pochta ochilmasa, shaxsiy kabinetingizga kirmasangiz, muhim xabarlarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Odamlar ko'pincha menga hech narsa kelmadi deydi. Keyin qaralsa xabar boshqa kanal orqali yuborilgan bo'ladi. Shu sababli raqamli xizmatlarni ham e'tiborsiz qoldirmang. Uchinchi tuzoq, ijtimoiy tarmoqlardagi noto'g'ri maslahatlar. Kimdir bormang, hech narsa bo'lmaydi deydi. Kimdir falon ariza yozsangiz tamom deydi. Kimdir mening tanishim shunday qilgan deydi. Huquqiy masalada tanishlarning tajribasi umumiy qoida bo'la olmaydi. Bir odamning holati ish bergan narsa boshqa odamga zarar qilishi mumkin. Masalan, kimdir tibbiy ko'rikka bormay yurishi mumkin, lekin keyin unga ma'muriy yoki boshqa javobgarlik masalasi qo'yilishi mumkin. Shuning uchun har bir qadamni qonun va rasmiy tartib asosida qiling. 4-tuzoq, hujjatlarni oxirgi kunga qoldirish. Tibbiy xulosa bir kunda tayyor bo'lmaydi. Nogironlik yoki qarovchi maqomi bir kunda rasmiylashmaydi. Tug'ilganlik guvohnomasini tiklash, nikoh yoki ajrim hujjatini olish, ish joyidan ma'lumotnoma olish. Bron masalasini ko'rib chiqish vaqt talab qiladi. Agar chaqiruv kelgandan keyin hammasini boshlashga urinsangiz, vaqt yetmasligi mumkin. Eng to'g'ri yondashuv hozirdan hujjatlarni tartibga solish. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, o'z maqomingizni aniqlang. Siz harbiy hisobda turasizmi? Qaysi toifadasiz? Harbiy mutaxassisligingiz bormi? Zaxirada turasizmi? Yoshingiz qaysi chegaraga kiradi? Oldin tibbiy komissiyadan qanday o'tgansiz? Bu savollarga taxmin bilan emas, hujjat bilan javob toping. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, soliq raqami, harbiy bilet yoki harbiy hisob hujjati, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, oilaviy holat hujjatlari, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, agar bo'lsa aliment, vasiylik, qarovchilik yoki nogironlikka oid hujjatlarni alohida papkaga joylang. Hujjatlarning nusxasini ham tayyorlab qo'ying. Elektron shaklda skaner qilingan nusxalari bo'lsa, yanada yaxshi. 3-qadam, sog'liq hujjatlarini tartibga keltiring. Agar surunkali kasalligingiz bo'lsa, oilaviy shifokor yoki tegishli mutaxassisga murojaat qiling. Kasallik tarixini oling. Tahlillar, tekshiruvlar, MRT, rentgen, kardiogramma, shifokor xulosalari, dorilar ro'yxati,
kasalxonada yotgan bo'lsangiz yetkizlarni yig'ing. Tibbiy komissiyada men o'g'riman degan gap emas, rasmiy hujjatlar gapiradi. 4-qadam oilaviy asoslaringizni tekshiring. Agar siz ko'p farzandli bo'lsangiz, barcha farzandlar bo'yicha hujjatlar to'liqmi? Ularning yoshi, yashash joyi, siz bilan huquqiy bog'liqligi aniqmi? Shuni ko'ring. Agar nogiron ota-ona, turmush o'rtog'i yoki farzandga qarasangiz, nogironlik hujjati, parvarishga muhtojlik xulosasi, qarovchi maqomi. Boshqa qarovchi yo'qligi haqidagi asoslarni aniqlang. Bularni keyin emas, hozir qiling. 5-qadam. Ish joyingiz bilan gaplashing. Agar siz muhim korxonada, davlat uchun zarur sohada energetika, transport, tibbiyot, aloqa, oziq-ovqat, mudofaa, kommunal xizmat yoki boshqa strategik yo'nalishda ishlasangiz, kadrlar bo'limidan bron masalasini so'rang. Menda bron bormi degan savolga og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Qaysi hujjat topshirilgan? Qaysi qaror chiqqan? Amal qilish muddati qancha? Sizning lavozimingiz ro'yxatda bormi? Shuni aniqlang. 6-qadam. Petitsiyani rasmiy manba orqali tekshiring. Agar siz 2022 qonun loyihasiga nisbatan o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, faqat ishonchli havoladan foydalaning. Matni o'qing. Petitsiya nima talab qilyapti? Qaysi bandga qarshi qanday o'zgartirish so'rayapti? Tushunib imzo qo'ying. Men shuni muhim deb bilaman. Odam o'zi tushunmagan matga imzo qo'ymasligi kerak. Lekin tushunib ongli ravishda imzo qo'yish fuqarolik pozitsiyasidir. 7-qadam. Savollaringizni yozma shaklida bering. Agar harbiy hisob organiga, davlat xizmatiga, ish beruvchiga yoki tibbiy muassasaga murojaat qilsangiz, imkon qadar yozma javob oling. Og'zaki aytilgan gap keyin isbotlanmaydi. Ariza topshirsangiz, qabul qilingan sanasi va raqamini saqlang. Elektron murojaat yuborsangiz, tasdiq xabarini saqlang. Bu mayda narsa emas, keyinchalik aynan shu dalil bo'lishi mumkin. 8-qadam. Huquqshunos bilan maslahatlashishni kechiktirmang. Ayniqsa vaziyatingiz murakkab bo'lsa, masalan, farzandlar boshqa nikohdan bo'lsa, sog'liq bo'yicha bahsli holat bo'lsa, chaqiruv qog'ozi kelgan bo'lsa, ish joyingiz biron va'da qilayotgan bo'lsa, yu hujjat bermayotgan bo'lsa, professional maslahat oling. Internetdagi umumiy ma'lumot foydali, lekin murakkab ishda individual yondashuv kerak bo'ladi. Keling, yana bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Masalan, Akmal 30 yoshda, 2 farzandi bor. Qurilishda ishlaydi. U harbiy xizmat qilmagan, lekin harbiy hisobda turadi. Sog'lig'i yaxshi. Bunday odam uchun asosiy xavf shuki, u menda hech qanday muammo yo'q deb hujjatlarni tekshirmaydi. Agar chaqiruv kelsa, u tayyor bo'lishi kerak. Uning oilaviy holati, ish joyi, manzili tartibda bo'lishi muhim. 2-vaziyat. Dilshod 73 yoshda, yurak bosimi bor, lekin muntazam davolanmagan. U o'zini safarbarlikka yaroqsiz deb o'ylaydi. Aslida esa tibbiy hujjat yo'q bo'lsa, bu fikr zaif. U birinchi navbatda shifokorga borishi, tekshiruvlardan o'tishi, kasallik darajasini rasmiylashtirishi kerak. Agar tibbiy komissiya bo'lsa, u oldindan tayyorlangan hujjatlar bilan boradi. Bu uning huquqini himoya qiladi. 3-vaziyat. Sardor da 5 yoshda, onasi 1-guruh nogironi, o'zi unga qaraydi, lekin qarovchi maqomi rasmiy emas. Sardor uchun eng muhim vazifa onasining nogironlik hujjatlarini, parvarishga muhtojlik xulosasini, boshqa qarovchi yo'qligini va o'zining real qarovchi ekanini tasdiqlash. Aks holda u men onamga qarayman desa ham, tizim buni avtomatik tan olmasligi mumkin. 4-vaziyat. Jahongir 8 yoshda, zavodda muhandis. Zavod strategik korxona bo'lishi mumkin, lekin bu uning avtomatik bron qilinganini anglatmaydi. U kadrlar bo'limidan rasmiy ma'lumot olishi, bron ro'yxatida bormi yo'qmi, amal qilish muddati qancha, qayta tasdiqlash kerakmi, shuni aniqlash kerak. Chunki ko'p odamlar aynan korxonamiz qiladi degan ishonch bilan yurib, keyin muammo chiqarganini ko'rganman. Petitsiyani imzolamoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda rasmiy sahifani tekshiring. Havola ijtimoiy tarmoqdagi noma'lum postdan kelgan bo'lsa, uni darhol ochib ma'lumot kiritmang. Rasmiy sayt nomini qo'lda yozib kiring yoki ishonchli manbadan tekshiring. Hech qachon bank karta ma'lumotini, SMS kodini, parolni bermang. Petitsiya uchun odatda bank kodi kerak bo'lmaydi. Agar sayt sizdan ortiqcha ma'lumot so'rasa, bu xavf belgisi. Matni o'qib chiqing. Petitsiya nimani talab qilyapti? 25 yoshgacha safarbarlik masalasini qayta ko'rishni so'rayaptimi? Qonun loyihasining ayrim bandlarini bekor qilishni so'rayaptimi? Yoshi katta, sog'lig'i zaif, oilaviy majburiyati bor fuqarolarni himoya qilishni talab qilyaptimi? Shularni tushunib oling. Men odamlar ongli ravishda imzo qo'yishini tarafdoriman.
Chunki o'ngli imzo kuchliroq fuqarolik pozitsiyasidir. Agar imzo qo'ysangiz, bu siz qonunga qarshi noqonuniy harakat qilyapsiz degani emas. Petitsiya fuqarolarning qonuniy fikr bildirish vositasi. Davlat va jamiyat o'rtasida muloqot bo'lishi kerak. Ayniqsa bunday og'ir masalalarda odamlarning xavotiri eshitilishi shart. Qonun faqat qog'ozdagi tartib bo'lib qolmasligi, hayotdagi murakkabliklarni ham hisobga olishi kerak. Bugun men sizga 1222 qonun loyihasi, 55 yoshgacha safarbarlik masalasi va petitsiya nega muhimligini oddiy tilda tushuntirdim. Asosiy fikr shuki, vahima qilmaymiz, lekin befarq ham bo'lmaymiz. Yosh chegarasi, harbiy hisob, sog'liq, oila, ish joyi, bron va hujjatlar masalasini hozirdan tekshiramiz. Og'zaki gapga emas, rasmiy hujjatga tayanamiz. Petitsiyani imzolashni istasak, faqat ishonchli rasmiy manba orqali matnni tushunib imzo qo'yamiz. Men sizlardan iltimos qilaman. Bu mavzuda fikringizni izohlarda yozing. Sizningcha 55 yoshgacha safarbarlik adolatlimi yoki qonun loyihasi qayta ko'rib chiqilishi kerakmi? Oilaviy, tibbiy va ijtimoiy holatlar qanday hisobga olinishi kerak deb o'ylaysiz? Fikringizni yozing, chunki bunday masalalarda odamlarning ovozi muhim. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugungi ma'lumot kimningdir huquqini, oilasini, ishini va kelajagini himoya qilishga yordam berishi mumkin.